Yo'qqiling, nima qilyapsiz? Do'st bilan obod uying gar bo'lsa u qoqshona ham. Do'st agar bo'lmas esa vayronadir, vayrona ham adashib ketdim. Bu kishi Hamdamboy Tursunov ishini prorabga topshirib 5 yil sarson bo'lib yurdi. Mana ishlarini qarang, hammasini aytganingizdek dizayndek birga bir qildik, lekin ishlarni buni qarang, tayyorgarlarni hammasi cho't qilib berdik o'xiy. Bu esa Mahmud prorab. Ana bitadi, mana bitadi deb, ana hozir, endi hozir bitadi deb cho'zib yuribdi. Lekin xo'jay, keling-da, ustalarimiz hammasi joyida. Lekin mana shu joyda Mahmud prorab parod bo'ldi. Vah, xo'jay, Hamdamboy Tursunov esa hayron bo'lib qoldi. Bular kim? bular ustalar-ku, tugatib ketgan edi bu yo'q bo'ldi. Kimga bermadi? Ye, xo'jay, ish kerak edi. Savol, yo'q qiling. Yo'q qiling, Nima qilyapsiz? tugalmas. Tushunmadimmi? Bitish kerak edi bu. Mana shunaqa holatlar bo'lmasligi uchun Ixtiyor Desingga murojaat qiling. Uyingizni idealniy patrak qilib yasab beradi. Agar dizayndagi birga bir chiqarmoqchi bo'lsangizlar, ta'minlarga murojaat qilasizlar, xudo xolasa birga bir chiqarib beradilar. San'at legenda vs Ixtiyor Desing. Kaminar. Sog' bo'ling.